Assalomu alaykum qadrli Ona til televiziyasining kichik ko'ruvchilari. Men Ona til kichik muxbiri Shahriddin Muhammad bo'lman. Ramazon oyining kirishi bilan teng Avstraliyadagi umoq Uyg'ur bolalari uchun o'zining milliy an'analarini o'rganadigan yana bir fursat bo'ldi. Avstraliya Adelaiddagi Uyg'ur maktabining tashkillashi bilan Uyg'ur o'smirlari Ramazon etish va cho'nglarni yo'qlash faoliyatlarini olib bordi. Va shu yerdagi uzun yillargacha o'tiraqlashib qolgan Uyg'ur vatandoshlarni yo'qlab, ularni to'liq xush qildi hamda cho'nglarning samimiy tilak va duolariga erishdi. Men bularning ta'sirotlarini so'rag'animda savolimga bunday javob berdi. Bizning Ramazon to'lg'animiz sizga yordammi? Balar, shunday chiroyli. Mening shu balalik vaqtlarimni asl tutib qo'ydinglar balar. Bizni shunday Ramazondan to'lab cho'ngirgan. Siz kichik vaqtingizda Ramazonni qanday to'laydingiz? Xuddi sizlarga o'xshash to'lg'an shu al-Musaqdin to'lib kelayotgan shu Ramazon. Shu bo'yicha biz mashaq so'rabdik, qo'shnilar bilan qolishibdik, talishib yotdik, biz namashandiki qilgandan keyin ashula bo'ladi balar. Mana sizlar qo'ymamda iftor yeymiz dedinglar, qanday yaxshi. Meni o'g'lim mana ro'zdan tutib odatlansanlar, cho'g'anda kunlar uzun kesib sizlar. Xabarlarni ko'rganinglarga rahmat. Avstraliyadan Shahriddin anglatdi. Assalomu alaykum. Ana til o'smirlar kanalimizga xush keldingiz.